Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bosh ko'taramiz endi mana. Duo qilinglar. Mana Ka'batulloh ro'parasida turibmiz mana, alhamdulillah. Duo qilinglar tog'alar. Mana Ka'batulloh. Duolar qilinglar. Kasallar, больницada uyda yotgan kasallarning haqlariga duo qilinglar. Farzand so'rayotgan oilalar juda ko'p. Farzand so'rab duo qilinglar. Yurtimizga, O'zbekistonimizga, barcha musulmonlarning haqlariga duolar qilinglar. Duolar ijobat bo'ladi inshaalloh. So'raylar akalar, Alloh taolodan so'raylar. Ko'p narsalarni, katta narsalarni so'raylar. Firdavs jannatni so'raylar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishni so'raylar. Eng oliy narsalarni so'raylar.